Topkorlar, ayollar grechka yemay qo'ydilar. Undan tashqari apelsin, mandarin yemay qo'ydilar. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun onkologik kasalliklar avj olyapti hozirgi kunda. Onkologik kasalxonaga boradigan bo'lsa, odamlar o'chiradi. Ya'ni bitta maqol bor. Yeyotgan oziq-ovqatingiz doringiz bo'lsin. Doringiz esa yeyotgan oziq-ovqatingiz bo'lsin. Shuna ahamiyat bering. Yeyotgan har bitta oziq-ovqatingiz fast food, ximikat narsalar emas. Yerda o'sgan, daraxtda o'sgan narsalardan ko'proq iste'mol qiling. Shundagina bu narsalarni oldini olganingiz bo'lasiz. Oldini olganingiz yaxshi, zero qarshi kurashganda organizmimizni qiynaganidan ko'ra uni oldini olganingiz yaxshi albatta. Kichkina tabib doim sizni o'ylab, sizga eng kerakli maslahatlarni beradi. Amal qiling. Agarda sizda onkologik kasallik, kista, mioma kasalliklari bor bo'lsa, quyidagi nomerlarga murojaat qiling yoki Telegramdan Tabobat 08 kanaliga kiring. Biz sizga yordam beramiz. Kichkina tabib yordam beradi. Salomat bo'ling.